Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor-ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor-ko'ruvchilar, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Xitoy askarlari Tojikistonda mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xitoy bilan Tojikiston 10 mingdak askar qatnashtirib Tojikistonda keng ko'lamli bir harbiy manevr elib berdi. Shundaqla Ozarbayjonda Yusuf Xas Hojib haqida xalqaro bir ilmiy leksiya yig'ini chaqirildi. Yig'inda Qutad G'obelikning hem bir siyasetname hem bir nasihatname ekanligi bu alam shumul asarning dunyo va oxiratlik baxt saodatni anlatadiganligi ta'kidlandi. Shundaqla Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Xitoy muavin bosh ministri Wang Yang bilan ko'rishdi. Mavzuli xabarimiz bo'ldi. Ikkilan bugun atigan ko'rishgan bo'lib, ikki davlat o'rtasidagi muhim masalalar haqida suhbat o'tkazgan bo'ldi. Biz bu xabar shundaqla Xitoy askarlarining Tojikistonda elib borgan manevr haqida doktor Erkin Akram bilan maxsus suhbat elib boramiz xabarimizning ichida. Bu va bunun da başka haberlerimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonda endi yozuvchilarni ishga solishga boshladi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amillikni ishga oshirish uchun endi yozuvchi shoirlardan asar yozishni va yozgan asarlarda faqat Xitoy siyosatini asosiy mazmun qilishni talab qildi. Tangritog' to'rining 31 oktyabr bergan xabarda Sharq Turkistondagi yozuvchi shoirlarning Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosh nishon qilib tutilayotgan atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik uchun asar yozishi ve yazgan eserlerde fakat şunu asasi mazmun qilishi talab qilindi. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi doiralar tarafidan elib berilayotgan 2016 yildagi 9-chi qurultiyi hozir elib berilayotgan bo'lib, buning mushu qurultay jarayonida tashabbus qilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Shu munosabat bilan Xitoy tajovuzchilarining Aqsu viloyatidagi xodimlari 10-oyning 29-kuni Kalpin nahiyasida she'riyatni asosiy qatlamga yetkazish nomida Aqsudagi ko'zga ko'ringan yozuvchi shoirlarni yig'ib, qizil tashviqot faoliyati elib berishga o'rinlashtirgan. Hamda yozuvchi shoirlarni vatan mehri, inoqlik degandek temalarda she'r deklamasiya qilishga majburlagandan boshqa, ulardan bundan keyin Xitoy tajovuzchilari tomonidan xurofotlik deb qaraladigan diniy tuyg'ularni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning engidan bir butun yiroqlashtirishga munosabatlik asar yozishi talab qilingan. Sharq Turkistondagi o'qituvchi, ishchi xizmatchi va shundaqla diniy sohadagi masjid imomlaridan tortib, har bir Sharq Turkistonlikcha Xitoy tajovuzchilarining razil maqsadlarini ishga oshirish uchun qizil tashviqot faoliyatlariga majburlanayotganligi, siyosiy va ijtimoiy besimlar orqali Uyg'urlarni Xitoylar bilan tuqqan bo'lishga majburlab, Uyg'urlarni eng tez vaqtda bir butun millat sifatida yo'q qilishga urinayotganligidek amaliy xizmatlar tajovuzchilar tomonidan jiddiy ishlanayotgan bo'lib, amdilikda Uyg'ur yozuvchi shoirlarining Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi assimilyatsiya siyosatlariga qisman emas, butunlay moslashib asar yozishga majburlanishi muhojiratdagi Uyg'urlarning diqqatini tortmoqda. Xitoy askarlari Tojikistonda. Tojikiston bilan Xitoy askarlari Tojikistonning sharqiy janubida keng ko'lamlik harbiy manevr elib bordi. Manevrga Tojikiston va Xitoy tarafdan 10 mingdak askar qatnashdi. BBC radiosunun bergan xabarda Tojikiston bilan Xitoy askarlari Tojikistonning sharqiy janubida keng ko'lamlik harbiy manevr elib borgan bo'lib, Afg'oniston bilan bevosita chegaralanadigan Badaxshan tog'liq rayonida elib berilgan bu zo'r ko'lamdagi harbiy manevrga Tojikiston va Xitoy tarafdan bo'lib 10 mingdak askar, ko'p sonda bronevik, to'p zambarak va qirg'uvchi aeroplan qatorliqlar qatnashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu manevr Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonovning planlashi va talab qilishi bilan o'rinlashtirilgan ekan. Bu manevrni elib berishdagi maqsad bo'lsa, Tojikistonning Afg'onistonning Badaxshan o'lkasi bilan bo'lgan chegarasidan xotirjam bo'lolmaganligi. O'tgan 2 yil ichida Afg'onistonning sharqiy shimolidagi Tojikiston bilan bevosita chegaralanadigan Badaxshan va Qunduz viloyatlaridagi vaziyatning jiddiychiligi va qalaymaqonchiligi sababidan ekanligi bildirilmoqda. O'zlarining ko'p sondagi askarlarining O'rta Osiyolik ekanligini aytgan Talibanlar yerlik doiralar tomonidan Islom davlati a'zolari deb qaralgan chet ellik ittifoqdoshlari bilan birlikda bu ikki viloyatning shahar bozorlarini egallab olgan edi. 16-kundan 21-kunigacha Turkmanistonga bevosita chegaralanadigan Shimoliy Faryab viloyatida yangi harbiy harakatlarga tayyorlik qilayotgan Afg'onistonning muavin prezidenti
general Abdurashid Dostum bo'lsa, Tojikistonga qo'shni bo'lgan Qunduz viloyatini Talibanlardan tozalaydiganligini bildirgan bo'lib, bu harakat Xitoyning qo'llashi ostida elib berildiganligi ma'lum bo'lmoqda. Afg'onistondagi qurolli kuchlarning yaqindan beri qaytadan jonlanib bosh ko'tarishi bu rayonga chegara bo'lgan Xitoyga og'ir xavf sirash elib kelgan bo'lib, shu munosabat bilan Afg'oniston masalasiga bevosita qo'l tiqishga urinib kelmoqda. Xitoy tarafdan insonparvarlik nomi ostida Tojikistonga berilayotgan harbiy yordamlar kun sayin ko'payayotgan bo'lib, o'tgan oy Xitoyning qo'l tiqishi natijasida Afg'oniston bilan Tojikiston o'zaro chegarani mustahkamlash to'g'risida kelishim imzolagan. Bu kelishimda Xitoy taraf ikki chegirdosh davlatlarga harbiy yordam, chegara qorovullari va shuningga munosabatlik chegara qurilishlarini elib berish qatorliq ishlarni bevosita qilib beradiganligi tilga olingan. Xitoy o'zining zimini ekanligini da'vo qilayotgan Sharqi Turkistonda kuchayib ketayotgan har xil tahdidlarning oldini olish uchun bu yil 8-oyda Tojikiston, Pokiston va Afg'oniston bilan yangidan terrorlikqa qarshi turish nomi ostida hamkorlik kelishimi tuzgan. Shundaqla yana Xitoy mudofaa ministri yaqinda Sharqi Turkiston islomiy harakatiga qarshi kurashda Afg'oniston doiralarining katta xizmat ko'rsatganligiga rahmat aytadiganligini bildirgan. Chunki Beijing doiralari Sharqi Turkiston islom harakatini Sharqi Turkiston mustaqilligi uchun Xitoyga qarshi kuch deb to'naydi. Xitoy uzun yillardan beri Afg'onistondagi qurolli guruhlarning o'z chegarasi tarafga yaqinlab kelishidan xavfsirab kelmoqda. Xitoy qadimdan Uyg'ur musulmonlari yashab kelgan Sharqi Turkistonda elib berayotgan zulm va besimlar orqali nurg'unlagan jonlarni nahaq qirg'in qilmoqda. Yana kelib Xitoy doiralari yuz bergan butun voqealarda o'zlarini ziyonkashlikka uchragan qilib ko'rsatib, Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblamoqda va Sharqi Turkistondagi tengsizlik va nahaqchiliklarni rad qilib kelmoqda. Biz bu haqda yana Xitoyniki Tojikistonda elib olgan birlashim bu harbiy manevr shundaqla Xitoy muavin bosh ministri Wang Yangninki Turkiyaga elib olgan ziyorati haqida Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Ankarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men ko'p rahmat aytaman. Doktor, suhbatimizni birinchi shu Xitoyniki Tojikistonda elib borgan bu birlashma manevridan boshlasak, 10 mingdan ko'proq jami askar 10 mingdek askar qo'shilib keng ko'lamli bir manevr elib borgan bo'ldi. Buning kimda elib berishki maqsadninki axborotlarda Tojikistonninki Afg'onistonning sharq shimolidagi Tojikiston bilan bevosita chegaralangan Badaxshan, Qunduz viloyatlaridagi vaziyatning jiddiychiligi sababli elib borganligi bildirilmoqda hamda. Shundaqla Xitoyning buningda oldi bilan Tojikistonning qanday manfaat va Xitoyning qanday manfaat va mushadan boshlab kirgan bo'lsak. Ortak menfaat şu Afganistan'dan kilizgan xavfsizlik ahvali. Bu yakınki bir mesele emas. Kinki muş 2 yıldan beri Xitoy muş rayondaki misal Pakistan, Afganistan, Tojikiston bilan terror bilan kurash qilish uchun shundoq mutafiya chetda hamkorlik qilishni ta'kidlayotdi. Mush yilninki 1-oyda bu chetdan bularninki arasında bir kelishimga imzo qilingan. Bu kelishimninki sebebinden hazır Xitoy ve Tojikiston arasında bunda bir askeri manevra yani ermiyecetdeki hemkarlıkını elip bir vardı. Hoş. Xitoy Tojikiston bilan birinchi qitim emas. Bu 2006'da Tojikiston bilan bunday bir askeri manevra elip bağlandı. Hoş. Xitoy bo'lsa misalga birinchi qitim chet elda bir davlat bilan askeri manevra elip bağını bu 2002'de Qirg'iziston bilan. Hoş. Yani bunda deb kelgan chaqda Xitoy shu O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlar bilan necha qitim bunday askeri manevra elip kelyapti. Ama bu yakınki shu 1-2 yildan beri Afganistan'dan keldigan bir xatarlikning oldini olish uchun hem Rusya hem de Xitoy bu Tojikiston bilan shu terrorga qarshi hamkorliklarni ve müştak askeri manevralarını müştak manevralarını kılıp atıyordu. Hoş. Uyg'urlarning iqtisodiy asosi yo'q qilinmoqda.
Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharqi Turkiston tuprog'idagi Uyg'urlarning iqtisodiy asosi Xitoyning qattiq besimlari natijasida yo'q qilinmoqda. Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharqi Turkiston tuprog'idagi Uyg'urlarning iqtisodiy asosi Xitoy tajovuzchilari tomonidan qattiq zarbalar natijasida yo'q qilinmoqda. 1 noyabr Turkiyada chiqadigan nupuzli gazetlardan biri Yangi Akit gazeti bu haqda tafsiliy xabar berdi. 2012 yildan beri Xitoy Kommunist partiyasining davlat raislik va sekretarlik vazifasida bo'lib kelayotgan rahbari Shi Jinping huquqni qo'lga olgandan keyin butun dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat maqsadlarni o'ttirg'a chiqargan bo'lib, bu maqsadlarni amalga oshirish uchun Xitoy tushi yangi Ipak yo'li plani va bir yo'l bir liniya degandek atalmish iqtisodiy planlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, bu orqali Sharqi Turkistonda azaliy tarixdan beri mustaqil holatda yashab kelgan Uyg'urlarning iqtisodiy asosiy manbasiga ig'ir yo'qotish elib kelayotganligi o'ttirg'a chiqmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bir yo'l bir liniya plani Xitoy ishg'oli ostida turayotgan Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni tubdan yo'q qilish uchun elib berayotgan iqtisodiy qamollari eng qattiq ravishda davomlashmoqda. Asli maqsadlarining tarixiy Ipak yo'lining markaziy nuqtalariga joylashgan davlat va xalqlar orasidagi iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish ekanligini da'vo qilib kelayotgan Xitoy, buningga munosabatlik rayonlardagi barliq iqtisodiy manbalarni o'z qo'liga elib, iqtisodiy jihatdan o'ziga tayanishga majbur bo'lgan boshqa millatlarni iqtisodiy manbalardan siqib chiqarish badaliga dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat muddaosini o'zining har bir so'z harakatlarida oshkora qilmoqda. Yangi Ipak yo'li planining dastlabki bosqichida o'rin tutgan Sharqi Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan tekshirish va irqiy ayrimchilik sababi bilan yangi iqtisodiy va taraqqiyot planining hammasi Xitoyning ichkari o'lkalaridan kelgan oqqon Xitoylarga va ularning shirkatlariga tutqizilib, Sharqi Turkistonning asli yerlik egalari bo'lgan Uyg'urlar bu iqtisodiy taraqqiyot planining sirtida qoldirilishi bilan birga ularning iqtisodiy asoslari vayron qilinayotganligi bildirilmoqda. Ko'chman Xitoylarning Sharqi Turkistondagi o'ltiraq uy va alohida ta'minatlari eng yuqori darajada kapolatga ega ekanligi to'g'risidagi tashviqotlar ularning bu rayonlarga ko'plab ko'chishiga sabab bo'lmoqda. Analizchilar Xitoy doiralarining bu va buningga o'xshash irqiy ayrimchilik qilmishlari Uyg'urlarning milliy g'ururini oyoq osti qilishlari, ikki millat orasida yurgizayotgan farqli siyosatlari qatorliqlarning ochiq bir shaklda elib berilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy yangi uqtirish chiqardi. Xitoy Sharqi Turkistonda boshqarishni kuchaytirish to'g'risida yangi uqtirish chiqardi. 1 noyabr kuni Xitoy doiralarining Sharqi Turkistondagi zuvoni bo'lgan Xinjiang gazetida Xitoy doiralarining Sharqi Turkistondagi Kommunist partiykom ishxonasining bir uqtirish tarqatilgan bo'lib, bu uqtirishda yaqinda Xitoy tajovuzchilarining rahbari Shi Jinping boshchiligida ochilgan 18-navbatlik 6-yig'inining ruhini o'rganish va izchillashtirish bilan birga buni Sharqi Turkistonda buningdan keyin elib beriladigan boshqarish xizmatlar ichidagi eng muhim siyosiy vazifa qilib belgilash talab qilingan. Bu uqtirish tuvanligidek mundaq bir necha mazmunni o'z ichiga olgan. Birinchi, Sharqi Turkistondagi Kommunist partiyasi ichida qattiq boshqarish tadbirini yo'l qo'yish orqali nazoratchilikni yanada kuchaytirib, Xitoy Kommunist partiyasining Sharqi Turkistonda hokimiyat yurgizish asosini puxtalash va hokimiyat yurgizish o'rnini mustahkamlash. Ikkinchi, Xitoy Kommunist partiyasi markaziy komitetining yadrosi Shi Jinping ekanligi, butun partiyaning yadrosi bo'lsa markaziy komitet ekanligi. Uchinchi, marksizmlik partiya qurilishi va otizmni harakat programmasi va qiblanomasi qilish. 4-chi, yig'in ruhini o'rganishda Sharqi Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining barliq xodimlari zanjirsimon o'rganish plani tuzib, qat'iylik bilan o'rganish, o'zligidan o'rganish, kollektiv holatda o'rganish, maxsus temada o'rganish elib berishdan boshqa Sharqi Turkistonning har qaysi shahar, yezi, bozorlaridagi xalqqa yig'in ruhini qatlam yetkazish bilan birga kanitma-kanit uyma-uy berib to'plam yoki shaxs holatda 100 turani tashviq qilib yetkazish. Undan boshqa barliq xalqni yig'in ruhini o'rganishga tashkillab, ularni yig'in ruhi bo'yicha sistemalik tarbiyalash. 5-chi, barliq tashviqot o'rinlari va apparatlarining butun diqqatini yig'in ruhiga qaratib, bu yig'in ruhini Xitoycha, Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, Mo'ng'ulcha va Shibacha besib chiqarib, Sharqi Turkistonda yuqoridan tovangacha hamma sohada o'xshash bir xil kayfiyatda jamoat fikri hosil qilish. 6-chi, ko'zi ko'ringan kishilardan tashviqot o'miki tashkillab, yig'in ruhini uyma-uy kirib yetkazish. 7-chi, Sharqi Turkistondagi Xitoy Kommunist partiyasining har darajalik sekretarlarining birinchi javobgarlik mas'uliyatini kuchaytirib, har qanday ishda atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik bosh nishonini ko'rdab, xizmat va ish faoliyat elib berish. Bu uqtirishda yuqoridagi mazmunlar tilga ilingan bo'lib, tahlilchilar buning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga texmo ig'ir siyosiy besim
ve siyasi krizislerini elip keldiğanlığını bildirişmekte. Azerbaycan'da Yusufxas Hacip hakkında xalqaralıq ilmi leksiya yığını çağırıldı. Yığında Qutad Gubilikning hem bir siyasetname hem bir nasihatname işkenligi. Yusufxas Hacipning bu alam şumul asrida yalğız dünyanın saadetli emas, belki İslam aqidasi bo'yicha ahiret saadetining mu atrafliq anlatılganligi ta'kidlandi. Türkiye Avazi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Azerbaycanning Saki shahrida xalqaro Yusufxas Hacipni xotirlash ilmiy leksiya yig'ini o'tkazildi. Azerbaycan Madaniyat ve Sayahat İşleri Ministerliği, Türk Dünyası Madaniyat Teşkilatı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Saki Vali Mahkemesi ve Azerbaycan Milli Kütüphanesi'nin hamkarlığında çağırılgan xalqaralıq ilmi leksiya yığınıga devlet erbaplarından başka yana nurgun sanda akademikler katnaştı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mutevelli Heyeti Başlığı Profesör Doktor Musa Yıldız içiliş nutqida Yusufxas Hacipning Türk dünyasida Türk yüksek aqlining shakllanishida tarixga o'chmas iz qoldirgan ulug' zot ekanligini aytdi. Qutad Gubilikning ham bir siyosatnoma, ham bir nasihatnoma ekanligini, Yusufxas Hacip qoldirgan bu olamshumul shoh asarda yolg'iz dunyoning saodatli emas, balki islom aqidasi bo'yicha oxirat saodatining mu atrofliq anglatilganligi ta'kidlandi. Qutad Gubilikning yana ilm fanga ahamiyat berishni ta'kidlashdek muhim alohidalikka ega ekanligi ustida to'xtalib, ulug' dinimiz islomning tunji yo'l yo'riqi o'quv deyish bilan boshlangan. Payg'ambar alayhissalom barliq so'zlarda insonlarni ilmga rag'batlantirgan. Yusufxas Hacip o'z asrida bilimni ta'kidlaydi. Uning qarashicha bilim bir mash'al edi dedi. Profesör Doktor Musa Yıldız, Türk dünyası yüz berayotgan ichinishlik ishlar Türk dünyasining milliy kulturini asos qilgan holda bir-biriga texmi bak bog'lanishi lozimligini ko'rsatib bermoqda. Shunga avlodlarimizga buningga o'xshash asarlarni texmi yaxshi o'rgatishimiz va tonitishimiz lozim deganlarni so'zlarga ilova qildi. Türk Dünyası Madaniyat Teşkilatı muavin baş katibi Profesör Doktor Fırat Purtasmo so'zida Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston va O'zbekistonning mustaqilligini tabriklaydiganligini, Türk Dünyası Madaniyat Teşkilatı bo'lish sifati bilan Türk dunyosidagi barliq davlatlarni tonitish uchun har xil faoliyatlarni uyushtirayotganligini aytdi. Dunyoning hamma yeridagidek iqtisodiy va ijtimoiy masalalarning yuz berayotganligini ta'kidlab, shuni xo'shallik bilan ayta olamizki, turkiy xalqlarning qalb birligi va kultur o'rtoqligi uchun intayin go'zal faoliyatlarni uyushtiryapmiz. Kultur jihatdagi hamkorligimiz muqim holda davomlashmoqda. Buning boshqa sohalarda ham taraqqiy qilgan holda davomlashadiganligiga ishonamiz dedi. Xalqaro Yusufxas Hacipni xotirlash ilmiy leksiya yig'inida yana Ozarbayjonlik mashhur yozuvchi Ramiz Askarning Qutad Gubilikning bibliografiyasi nomli kitobi tanishtirildi va nurg'un sonda atoqli akademiklar Qutad Gubilik haqida tayyorlab kelgan leksiyalarni so'zildi. İlham To'xtining haq huquq ko'rishi TRT Ovoz kanalida tanishtirildi. Muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmasida nohaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Doktor İlham To'xti va uning Uyg'urlarning qonuniy haq huquqi uchun elib borgan haqqoniy kurashlari to'g'risida Turkiyaning Türk dunyosiga tarqatish beradigan TRT Ovoz televiziya kanalida maxsus programma elib berildi. Muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, Xitoy turmasida nohaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Doktor İlham To'xti to'g'risida Türkiye'nin Türk dünyasıga tarqatish beradigan TRT Ovoz televiziya kanalida İlham To'xtining Uyg'urlarning qonuniy haq huquqi uchun elib borgan haqqoniy kurashlari atrofliq anglatildi. Profesör Doktor Faxriy Solak apandining riyosatchiligida sunilgan Turkiston gündemi, ya'ni Turkistonning kun tartibi nomli programmada İlham To'xtining ish izlari, turmaga qamalish sabablari, oilasining hozirgi ahvoli, Uyg'urlarning İlham To'xtiga bo'lgan ko'z qarashi, u erishgan mukofotlar va Uyg'urlarning hozirgi vaziyati shundaqla Turkiya-Xitoy munosabatida Sharq Turkiston masalasi qatorliq temalar muhokama qilindi. Programmaga Uyg'ur xabar va tadqiqot markazi modeli Hamid Ko'kturk apandi alohida taklif bilan qatnashdi. 29-oktyabr kuni tushdan keyin naq maydondan tarqatilgan programmada yana Hamid Ko'kturk apandi İlham To'xtining maqola va bayonotlarini turk tiliga tarjima qilib e'lon qilgan Yo'lim va G'oyam nomli kitob to'g'risida ma'lumot berdi. Hukuk yönünde yönelmesi de bu tarihten sonra başlıyor. Çin Anayasası'nı inceliyor ve 1 Ekim 1955 yılında Doğu Türkistan halkının oyu alınmadan, onların tasvibi alınmadan ilan edilen bir özellik ve Doğu Türkistan'ın resmi adı Uygur
özel bölgesidir. Yani orada sözde özel bir hükümet var. Uygurlardan olur genellikle. Bir Uygurlardan müteşekkil bir hükümet var orada. Orasının ismi de Uygur Özel Bölgesi. İslam Hamkorlik Tashkiloti jiddiy yig'in chaqirmoqchi. İslam Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari 5 noyabr kuni Husi shialarining Yamandan Makka tarafga qaratib atgan boshqarilgan bomba hujumi to'g'risida Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida jiddiy yig'in chaqirdiganligi bildirildi. Xalqaro Islom Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari 5 noyabr kuni Husi shialarining Yamandan Makka tarafga qaratib atgan boshqarilgan bomba hujumi to'g'risida Saudiya Arabistonining Jiddiy shahrida jiddiy favqulodda yig'in chaqirdiganligini bildirdi. Xalqaro Islom Hamkorlik Tashkiloti bosh raisi Iyod Amin Madani bu to'g'risida qilgan yozma bayonotida Husiylar bilan burunqi rahbari Ali Abdullah Salihning qo'llovchilari tomonidan Makka atrofiga boshqarilgan bomba orqali qilingan hujum tahdidi sababi bilan alohida yig'in chaqirishni qaror qilib, bu tashkilotga a'zo davlatlarning rahbarlari va a'zolariga taklif sunganligini bildirgan. Saudiya Arabiston boshchiligidagi bu birlashma ittifoqning rahbarlik qatlami o'tgan payshanba kuni Husiylarning Yamanning Sada viloyatidan Makka tarafga atgan boshqarilgan bomba hujumini tilga olib, bu bombaning nishonga 65 kilometr qolganda muvaffaqiyatli etib tushirilganligini bildirgandan keyin Husiylar buning yolg'on ekanligini aytgan. Turkiya bosh ministri Yildirim Xitoy muavin bosh ministri bilan uchrashdi. Türkiye Baş Ministri Binali Yildirim Xitoyning muavin bosh ministri Wang Yangni Anqaradagi ishxonasida qabul qildi. Turkiya gazetining xabarida bildirishicha 4 noyabr juma kuni atiganda elib berilgan uchrashuvda ikki taraf iqtisodiy hamkorlik, strategik munosabatlardan boshqa yana Xitoydagi Fathullah Gülen kuchlariga qarshi turish to'g'risida suhbat elib borgan. Bosh ministr Yildirim ikki taraf yana tarixiy Ipak yo'lini jonlantirishning ikki davlatning manfaatiga uyg'un ekanligini, Xitoyning bir balvoq bir yo'l ish planini Turkiyaning qo'llaganligini bildirdi va Osiyodan Yevropaga eng oz chiqim bilan eng bexatar va eng qisqa yo'l bo'lgan Ipak yo'li iqtisodiy balvog'i ish planining biri ekanligini bildirdi. Binali Yildirim so'zida yana bir-birini to'liqlagan har ikki ish plandan sirt yana bu ish planining asosini tashkil qiladigan Edirne Qaris temir yo'li ish planidami Xitoy bilan birlikda ishlashni xohlaydiganligini tilga olgan. Bosh ministr Yildirim so'zida yana 15 iyul harbiy isyondan keyin Xitoyning ko'rsatgan qo'llash va hamkorligi uchun tashakkur aytadiganligini bildirgan va Xitoyning Fathullahchi terrorlik tashkilotiga munosabatli kishi va jamiyatlarga qarshi bosgan qadamlaridan mamnun bo'lganligini bildirgan. Xitoy muavin bosh ministri Wang Yang bo'lsa, ikki davlat o'rtasida hamkorlikning texmo taraqqiy qilishi jihatda ko'z qarashlarining o'xshash ekanligini, kelishim bo'yicha ikki davlat bosh ministrlar yordamchilari saviyasida elib berilgan maslahat kengash yig'inini asos qilgan holda bosh ministr yordamchisi Mahmad Shimshak bilan elib bordigan yig'inning foydali va unumli bo'lganligiga ishonganligini bildirgan. Xitoy muavin bosh ministri Wang yana Turkiyada yuz bergan 15 iyul harbiy isyondan keyin Turkiya hukumatini qo'llaganligini, Xitoy tashqi ishlar muavin ministrining eng oxirgi Turkiya ziyoratida Xitoy davlatining qo'llaganlik xatini Turkiyaga sunganligini, Fathullahchi terrorlik tashkilotining Xitoyda Turkiyaga qarshi hech qanday bir faoliyat qilishiga ruxsat qilmaydiganligini va Xitoyda turayotgan Fathullah Gülen a'zolariga qarshi kerakli mudohala qiladiganligini bildirgan. Egallanishicha Xitoyning Shanxay, Guangzhou qatorliq o'xshamagan shaharlarda 70 dan ortiq Fathullah Gülen tashkilotining a'zolari va savdo tijorat shirkatlari mavjud bo'lib, Turkiya hukumati Xitoydan bularni tutib qaytarib berishini talab qildi ekan. Xitoy Turkiyadan buning badliga nima talab qiladi? Bu haqda Turkiya axborotlarida hech qanday uqur berilmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur jamoat arbobi Abduqodir Yapjanning Turkiyada tutqun qilinishi mushu masalaga munosabatli ekanligi taxmin qilinmoqda. Uyg'urlarning jamoat arbobi Abduqodir Yapjan 2 oydan buyon Turkiyaning turmusida nohaq tutib turilmoqda. Biz bu haqda doktor Erkin Akram bilan suhbat elib bordik. Xo'sh, endi mushu Turkiyaning bu Turkiyaga ziyoratga kelgan Xitoy muavin bosh ministri Wang Yang'ning Turkiya ziyarati boshda bugun atiganda ko'rishgan bo'ldi Binali Yildirim bilan. Ko'rishganda Wang Yang Xitoyning ichida Turkiyaga qarshi har qanday harakatga yo'l qo'ymaydiganligi haqida so'zlab, bosh ministr 15 iyul bu harbiy isyonda Turkiyani qo'llaganligini Xitoyniki buni rahmat aytib degandek nimalar qilindi. Mushu Binali Yildirim bilan ko'rishni ayrim to'xtatsak, uni keyin Mahmad Shimshak bilan tushdan keyin ko'rishib, atiganda Binali Yildirim bilan
Xitoyning ichida Turkiyaga qarshi hech qanday nimaga yo'l qo'ymaymiz degan bo'lsa, Mehmet Şimşek bilan ko'rishgan vaqtida Turkiyaning ichida Xitoyga qarshi har qanday faoliyatga va'da yo'l qo'ymaydiganligini alayda ta'kidlab axborot e'lon qilishig'ida Mehmet Şimşek buni debdi. Bu ikkisini ayirmayam to'xtalsak qoldi bilan Binali Yildirim bilan ko'rishishni. Aslında bu Türkiye'de Xitoyga karşı ya da Xitoyni bölüş için ilip bağlan her qanday faaliyetlerini mani qilamiz deb Türkiye'ninki bir siyasetidir bu. Ananesi yani. Kinki 20 yıldan beri devatkan bir siyaset emdi. Xo'sh. Şununla Xitoy taraf bo'lsa her daim muşni Türkiye'ge tekrar ta'kidlashtirish uchun tirishyotiz. Türkiye taraftaki mayli kim bilan ko'rishgan bo'lsin, bular hammasi mushu ifodani ishiltidi hamda. Bu o'xshashlar hamda xalqaro munosabatlarninki bir prinsip hamda. Chunki bir davlatninki ichki ishlariga aralashqilib bo'lmaydi deydi. Qanday vaqtida aralashqilib bo'ladi deganda, shu davlatning ichida bir qaylamqanchilik chiqsa ve bu qaylamqanchilikda o devletning xalqininki turmushini normal halini qo'g'diyamasa boshqa davlat uningki aralashalaydi. Shuningga Turkiya mana shu prinsipdan tupayli Xitoyga qarshi ilib borgan faoliyatlarga ruxsat bermaymiz deydi. Endi bu siyosetni misolga Türkiye'de icra qilish pek o'ng'ay emas. Çünkü bazı teşkilatlar, mayli vakıf bo'lsin, mayli teşkilatlar, dernekler bo'lsin, bular Türkiye'ninki qonunlarga qarab qurilgan teşkilat bo'lg'achqa ve bu qonunda bularga bergan ruxsat bilan veya asas qonunninki bergan ruxsat bilan faoliyatni ilib borgan taqdirda bununla hamda Türkiye hükümeti bununla müdahale kılamaydı yani aralışamaydı. Xitoy boylari boshqa davlatlarga qochmoqda. Xitoydagi boylarning 60%dan ko'progining chet ellardagi ko'chmas mulklarga mablag' selayotganligi hamda yaqinqi 3 yil ichida Xitoydan ayrilib shu davlatlarga qochishni maqsad qilayotganligi oshkorlandi. Janubiy Sahar gazetining 27 oktyabr bergan xabarda Xitoydagi boylarning 60%dan ko'progining chet ellardagi ko'chmas mulklarga mablag' selayotganligi hamda yaqinqi 3 yil ichida Xitoydan ayrilib shu davlatlarga qochishni maqsad qilayotganligi oshkorlandi. Xorun axborot jurnali va Amerikaning Vizidan maslahat berish guruhidan egallangan ma'lumotlarga qaraganda, Xitoydagi boylar Rossiyadagi eng mashhur shaharlar, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Los Angeles, San Fransisko qatorliq shaharlarga to'plashmoqda ekan. Buningga sabab bo'layotgan omillarning Xitoy pulining kursining tushishi va Xitoydagi ichki bozorning vayron bo'lishiga qarab mengishi ekanligi aytilgan. Xitoydagi va Xitoydan boshqa davlatlarga chiqib ketgan boylar va shunaqla ko'p qism Xitoy fuqarolari farzandlarini Amerikacha ta'lim-tarbiya bilan yetildirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy boylari birdak Amerikadagi yashash sharoitining yaxshiligiga havas qilgan bo'lib, shaxsiy iqtisodlarining har qachon Xitoy doiralari tomonidan bexatarlik kapolatiga ega emasligidan ansirash ichida yashaydi ekan. Berilgan ma'lumotda taxminan o'rtacha iqtisodiy ahvoli 27 million Xitoy puliga ega bo'lgan 240 nafar Xitoy va 10 milliondan ortiq Xitoy puliga ega bo'lgan taxminan 130 mingdan ortiq bo'lgan Xitoyning bir qismining chet elga qochish ehtimolligi taxmin qilinmoqda. Ningxia Islom dini institutining boshlig'i qo'lga olindi. Xitoy xabarlarida Ningxia Islom dini institutining boshlig'i Wang Mingliangning xiyonatchilik bilan ayblanib qo'lga olinganligi to'g'risida xabar berilgan bo'lsa-mu, tafsiloti axborotdan yoshirin tutilmoqda. Xitoy xalq to'ri Uyg'urcha kanalining 28 oktyabr bergan xabarda bir necha kun ilgari Ningxia Islom dini institutining boshlig'i Nozir darajalik Wang Mingliangning qo'lga olinganligi to'g'risidagi xabar berilgan bo'lib, xabarda Wang Mingliangning Xitoyning Ningxiadagi taftish mahkamasi tomonidan xiyonatchilik bilan ayblanib qo'lga olish qaror qilinganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, delo yanami ishkillab tekshirilmoqda ekan. Xitoy raisi Kuomintang raisi bilan ko'rishdi. 1 sentabr Tayvandagi Xitoy Kuomintang partiyasining raisi Hong Xiuju Xitoy Kommunist partiyasining raisi Xi Jinping bilan Nanjingda ko'rishdi. Ikki taraf Xitoy Tayvan munosabatlaridagi zil masalalarda suhbat olib bordi.
30 oktyabr Tayvandagi Xitoy Kuomintang partiyasining raisi Hong Xiuju Xitoy Kommunist partiyasining raisi Xi Jinping bilan ko'rishish uchun Nanjingga yetib kelgan. Bular 11 oyning 1 kuni Beijingda o'zaro ko'rishgan bo'lib, ikki qirg'oq munosabatlarda tinchlikni ilgari surish loyihasi uchun suhbat elib borgan. Bu suhbatda Xitoy va Tayvan orasida 1992 yil tuzilgan tinchlik kelishimi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, Tayvan bilan Xitoy cho'ng quruqligining bir Xitoy prinsipi asosida yarashish kelishimi elib boradiganligi bildirilmoqda. Bu uchrashuvda Xitoy raisi Xi Jinping Xitoyning tub manfaatini qo'g'dash barliq Xitoy xalqlarining o'rtaq irodasi ekanligini deyish bilan birga 1992 yildagi tinchlik planida Tayvan bilan Xitoy cho'ng quruqligining asli bir davlat ekanligi tilga ilinganligini ilgari surdi. Undan boshqa yana Tayvan siyosatiga o'zgarishlarning 1992 yildagi kelishim ostida bo'lgan tarixiy realliklarni o'zgartirmaydiganligini, Xitoy xalqi siyosiy partiyalar va shaxslarning ayrimchilik faoliyatlariga qat'iy qarshi turadiganligini mu eskartgan. Hong Xiuju bo'lsa Kuomintang partiyasi bilan Kommunist partiyasining Tayvan bilan Xitoy orasidagi insoniy haqlar, o'zaro almashtirishlar va iqtisodiy munosabatlarning 1992 yildagi plan doirasida bo'lishini, ikki taraf tinchlikning amalga oshishini ilgari surish kerakligini bildirish bilan birga Xitoydan Tayvanning xalqaro sohalarga echilishini qo'llashini talab qildi. Tayvanning mustaqilligiga qarshi siyosiy cheklovlarni yumishish maqsadida 1992 yili bir Xitoy prinsipi asosidagi hamkorlik va Tayvan masalalarida tinchlikni amalga oshirishni maqsad qilgan kelishim tuzilgan edi. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgachalarni Janob Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.